Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Bugun esa futbol yangiliklari davom etadi. Manchester City ayollar jamoasi, yoshlar jamoasi va erkaklar jamoasi bilan Angliya kubogini yutdi. Chempionlar Ligasining bosh to'purari Kylian Mbappe, ikkinchi o'rinda esa Harry Kane. Olise Chempionlar Ligasining eng yaxshi assistenti bo'ldi va u bilan birga Vinicius Junior ham. Eng ko'p gol urgan jamoa esa PSG, ikkinchi o'rinda esa Bavariya. Eng ko'p quruq o'yin o'tkazgan futbolchi bu David Raya bo'ladi. U judayam ko'p quruq o'yinlar o'tkazdi. O'zbekiston terma jamoasi esa mezbon Kanadaga bugun mag'lub bo'ldi. Rodri Realga o'tmasligini tasdiqladi. Ancelotti esa Lille murabbiyi Mendes esa 19-sovrinni qo'lga kiritdi. Barselona tarixidagi 7-eng qimmat transfer Antoni Gordon bo'ldi. Chempionlar Ligasi taqvimi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Urugvay terma jamoasiga esa Luis Suares chaqirilmadi. Endi u mundialni faqat televizor orqali tomosha qiladi. Angliyadan esa Yevrokuboklarga naqd 9 ta jamoa chiqdi. 9 ta. Bu orqali rekord o'rnatildi. Finaldagi eng yaxshi futbolchi esa Vitinha deb topildi. Nico Paz Realga o'tishni shaxsan Jose Mourinho xohlamoqda. Messi, Ronaldo va Neymar uchun eng so'nggi jahon chempionati. Do'stlar, kanalga obuna, like va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying.